Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Salih Xudoyer ziyoratda. Amerika va Yaponiya uchrashuvida Uyg'ur masalasi tilga olindi. Rossiya Ukraina diplomatlarini qo'g'lab chiqadi. Indoneziyada kelkun ofati va tog' gumurlib tushish vaqasi yuz berdi. Sog'lomlik haqida tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston sürgün hökumətinin baş ministri Salih Xudoyer Efendi Amerika Mərkəzi Axbarat İdarəsinin sabiq məşğulat xadimi Sam Faddis bilan Xitay Kompartiyasının Sharq Turkistonni işğal qilganligi va ishg'ol qilgandan keyin Sharq Turkiston xalqiga qarata olib berayotgan irqiy qirg'inchilik haqida suhbat o'tkazgan. Salih Xudoyer Efendi Xitay Kompartiyasının Sharq Turkistonni xalqini va madaniyatini yer yuzidan yo'qotmoqchi bo'layotganligini, Sharq Turkiston xalqini turma va lagerlarga qolgancha solab, o'ltirib, ishki a'zolarini yig'ib olganligini, Xitayning jazo lagerlarida qiz ayollarga qarata sistemalik bosqinchilik qilish va tug'mas qilishning mavjudligini, bolalarni ota-onasidan majburiy ayirib assimilyatsiya qilganligi, masjidlarni chiqib islom dinini xitoylashtirish, Xitoy Kompartiyasining maqsadi faqat Sharq Turkiston xalqini kontrol qilishla emas, balki ularni tarixdan o'chirib o'tish, hatto Sharq Turkiston degan ismning Xitoy uchun qo'rqinchli ekanligini bildirgan. Salih Xudoyer Efendi yana Mulan va Disneyning kino suratga elishdagi sheriklik to'g'risida mulohaza yurgizib, u asosli jazo lagerlari bilan to'lgan Sharq Turkistondagi Xitoy kommunist tashviqoti ekanligini, Disney kino ishlayotganda va Oscar mukofotiga erishishni planlayotganda necha kilometr yiroqlikda Uyg'ur ayollarining bosqinchilik uchirganligi va majburiy tug'mas qilib o'tilganligini aytdi. Aprel Cuma kuni Amerika prezidenti Joe Biden ziyoratda bo'lgan Yaponiya bosh ministri Yoshihide Sugani qabul qilib, ikki taraf suhbatdan keyin birlashma axborot e'lon qilgan. Oqsaroy amaldorlari ikki davlat rahbarining Xitoyga munosabatlik cho'nqur masalalarni muzokara qiladiganligini hamda ikki tarafning rasmiy bayonotida aks etadiganligini bildirgan. Juma kuni Joe Biden oldi bilan Yoshihide Suga bilan birma-bir ko'rishgandan keyin ondan ikki davlatning amaldorlari bilan kengash yig'ini o'tkazib, birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Oqsaroyning to'rbetidagi birlashma bayonotda suhbat jarayonida Xitoy paydo qilayotgan xavfsizlik masalasi, Xitoyning Tayvanga yaqin joylarda bag'ancha ish berayotgan harbiy harakatlari, Hong Kong va Uyg'urlar qaratgan kishilik huquq buzg'unchiligi asosli temalarning biri sifatida o'tirib qo'yilganligini, Hong Kong va Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatidan jiddiy andish qiladiganliklarini o'rtoqlashgan. Joe Biden suhbatdan keyin muxbirlarga bergan birlashma bayonotida Xitoyga taqobil turish masalasi ustida to'xtalib, o'zlarining Xitoydan keladigan raqobatlarga birlikda taqobil turishga, erkin va ochiq Hind okeanining kelgusi kafolatli qilish uchun Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz, Shimoliy Koreya qatorliq masalalarda hamkorlashishga va'dalashganligini bildirgan. Yaponiya bosh vaziri Suga Joe Biden bilan o'tkazilgan suhbatning detallarni oshkorlashni xohlamaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Tayvan bo'g'ozining muqimligi va tinchlikni saqlash masalasida Amerika Yaponiyaning o'rtaq tunishga ega ekanligini aytgan. Yaponiya bosh vaziri Suga Amerika safarini boshlashdan ilgari Amerikadagi nopusliq strategik tadqiqot organlaridan RAND tadqiqot jamiyatining Xitoy ishlar mutaxassisi Scott bir obzor e'lon qilib, Yaponiyani Xitoy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan. Amerika va Yaponiya rahbarlarining Oqsaroydagi uchrashishi va uchrashishdan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotlari Xitoyni intayin bearam qilgan bo'lib, Xitoyning Amerika turishliq bosh elchiligi e'lon qilgan bayonotida bu birlashma bayonotga kuchli e'tiroz bildirganligini aytgan. Rossiya Ukraina diplomatlarini birdan-birdan qo'g'lab chiqarishi bilan ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat texmi kuchaygan. Reuters agentligining xabarida Rossiya hukumatı 17 aprel shanba kuni Ukraina diplomatini Rossiyaning maxfiy uchurlariga erishishga urindi deb ayblab, 22 apreldan burun Rossiya chegarasidan ayrilishga buyurgan. Ukraina hukumatı darhol o'chirish tadbiri qo'llanib, Ukraina Kiyevdagi Rossiya diplomatining 72 soat ichida chegaradan ayrilishini talab qilgan. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi shanba kuni Ukrainaning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasining diplomati Oleksandr Sosonyukoning Rossiya fuqarosi bilan ko'rishganda, Rossiya qonun ijro qilish sonliq ma'lumot omboriga kirish va uchurga erish jarayonida qo'lga olinganligini bildirib, Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Oleksandr Sosonyukni 72 soat ichida chegaradan ayrilishga buyurgan. Ukraina diplomatiya ministrligi Oleksandrning Sankt-Peterburgdagi Ukraina konsulxonasiga qaytib kelishiga ruxsat qilinishdan ilgari bir qancha soat tutib turilganligini, shundaqla Oleksandrning tutib turilishini ig'vogarchilik harakati deb atagan. Ukraina Tashqi ishlar ministrligi bayonotida biz bu konsul amaldoriga qartilgan ayblashni butunlay rad qilamiz degan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ziddiyat Rossiyaning chegara rayonida askar tashkillashi bilan texnik kuchaygan bo'lib, Ukraina prezidenti Zelenskiy juma kuni Rossiya bilan tinchlik suhbat o'tkazishni talab qilgan. Shuning bilan bir vaqtda 17 aprel kuni Chex hukumati josus deb bekitilgan 18 nafar Rossiya diplomatini qo'g'lab chiqardiganligini, Chex davlat ichki axborot organi ularning Rossiya tashqi ishlar axborot idorasi va harbiy axborot organining josus ekanligini,
Hamda ularning 2014-yili Chexning sharqidagi Qoral Yariq iskilotini portlatish delosiga chetishlik ekanligini. Portlashda 2 nafar Chex odamining jonidan ayrilganligini e'lon qilgandan keyin Rossiya doiralari 18-aprel inkos qaytarib, 20 nafar Chex diplomatining qo'llanganligini, 19-apreldan burun Rossiyadan ayrilishini bildirgan. Chex hukumatining bu qarori Angliya, Shimol Atlantik ahd tashkiloti va Polshaning qo'llashiga erishgan. Indoneziyada qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kalkun va tog' ko'mirilib tushish voqeasi sababidan hayotidan ayrilganlarning soni 180 dan oshgan. Sharqiy Nusa Tenggara o'lkasining muavin valisi Josef Nasoy izlash va qutqizish xizmatlarida texmi ko'p jasad tepilganligini, izdirik yo'q kishilarni izlash qutqizish xizmatlarining davomlashayotganligini bildirgan. Sharqiy Nusa Tenggara o'lkasiga qarashli Flores, Lembaga va Alor qatorliq shaharlarda 5-apreldan boshlab davomlashayotgan qattiq yomg'ir, kalkun va tog' ko'mirilib tushish voqealariga sabab bo'lgan bo'lib, taxminan 15 ming uy vayron bo'lgan. Ekvator belbog'iga joylashgan Indoneziyada oktyabrdan aprelgacha bo'lgan mezgilda kalkun va tog' ko'mirilib tushish voqealari ko'p yuz berib turdi ekan. Bir baş piyaz orqali yo'talni eng tez sur'atda to'xtatish usuli. Birinchi qadamda piyozni pokiz yuvib, beshini elib etamiz. Ikkinchi qadamda piyozni suvga chilagandan keyin 6 parcha qilib tayyorlab olamiz. Uchinchi qadamda kesib olgan piyozni qachchiga solamiz. Bu chaqda suv qo'ymasaqmi bo'ladi. To'rtinchi qadamda qozonda suvni qaynatib olgandan keyin piyozni normal o'tda dumlaymiz. Beshinchi qadamda 30 minut dumlagandan keyin taqsida suv so'sin rangli suv paydo bo'ladi. Bu dal piyoz suyi. Eng oxirida piyoz suyini ayrim elib olamiz. Piyoz suyi dastlabda ajralib chiqqanda sal ochiq bo'lsa-mu, ammo eg'izga kirishi bilanla gal rahatlanib qoladi. Odatda bir kunda 2 qatimdan 1-2 kun ichsila yo'tal to'xtaydi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr.